Vitamin D ni qaysi vaqt ichish kerak? Ertalab yog'li ovqat bilan immunitetni va gormonlarni yaxshilaydi, suyini sog'lomlashtiradi va testosteron darajasini oshiradi. Omega 3 nichi? Ertalab nonushta vaqtida yog'li ovqat bilan yallig'lanishni kamaytiradi, miya, yurak va qon tomir faoliyatini yaxshilaydi. Vitamin C ni qaysi vaqt ichgan yaxshi? Ertalab yoki kunduzi ovqatdan keyin ichilganda yaxshi. Immunitetni mustahkamlaydi, charchoqni kamaytiradi va tiklanishni tezlashtiradi. Sinkni qaysi payt ichgan yaxshi? Kechqurun kechki ovqatdan keyin ichganingiz afzal. Testosteron va immunitet uchun foydali hamda teri, soch, tirnoqlaringizni yaxshilaydi. Magniyni ertalab ichgan yaxshimi yoki kechqurun? Kechqurun uxlashimizdan 30-60 daqiqa oldin ichganimiz yaxshi. Mushaklarni bo'shashtiradi, stressni va kortizol darajasini kamaytiradi, uyqularni yaxshilaydi. Ushbu aytib o'tilgan qo'shimchalar hamma uchun kerakli, chunki hozirgi hayotimizda bizda vitamin yetishmovchiligi pasti hamma odamda bo'lishi mumkin. Shuning uchun post o'zingizga saqlab qo'yinglar va ushbu tartibda ichishni boshlaydi.